Papayalar hozirgi ko'rinishi ana bunday o'stirilyapti bular. Mana tana sho'xlatilgan. Mana 3 ta sho'x bo'lib o'syapti. Mana shular ham gulga kirib qoldi. Yerdan 50 santimetr ham chiqmaydi o'sgani. Lekin 3 ta tarafga o'sib, mana 3 ta tarafga o'sib, bitta daraxt 3 taraflama 3 ta daraxt bo'lib hisobiga meva beradi. Tanalar sog'lom. Mana bunisi tanalari, shoxlari. Mana guli o'stirilishi. O'zi yerdan hisoblab, masalan, guligacha hisoblasam, 50 santimetr, 60 santimetr chiqadi shu atrofi. 60 chiqar chiqmas. Shu yerda uni gul meva kirgan, gulla boshlagan. Buyiga 1 metrga bo'lib qolgan. Ekilganiga 3 oy bo'ldi bu daraxtlar. May oyida ekildi. Mayda boshladi. Mana buni o'stirilishi. Yerga yotqizib, yiqitib o'stirilgan. Mana bu gullagan. Meva kirgan mana gullar. Yerdan o'lchansa, ham 40-50 santimetrda gulga kirgan. Obshiga 1 metr bo'lgan. Mana ko'rinish holat. Hozir yana bitta holat ko'rsam, hozir bu mana bu 3 ta tana bo'lib o'syapti. 3 ta shox bo'lib, mana bu 4 ta shox bo'lib o'syapti. Hammasini ko'rinishi sog'lom. Buni gulla boshlagan. Lekin buni ko'rinishi hozir 4 ta shox bo'lib o'syapti. Mana bitta, 2 ta, 3 ta. Mana 4-inchisi. Mana 4 ta shox bo'lib o'syapti. Ko'rinish. Hozir yana bu yoqda bor. Ko'chatlar. Mana bu ham o'stirilishi. Mana bu ham gulla boshladi, mana gul. Mana gul. Mana gul. Gulla boshladi bu ham. Mana yonidagisi. Mana bu ham 3 ta shox bo'lib o'syapti. Bu meva kirib boshladi. O'sishi ana shu turishda. Bular bitta kuzgacha yaxshi chiroyli katta daraxt bo'lib gullab meva kirgan bular. Hozir ham mana gulla boshlagan. Shu ham mana gulchasi gulla boshlagan. Lekin bitta kuzgacha katta bo'lib mevalari tuga boshlaydi. O'stirilishi. Mana bittasi. Tomirlari antiqa bo'lib ketgan. Bu ham gulga kirgan. Daraxt ko'rinishi sog'lom. Ranglari katta. Mana shu ko'rinishda o'syapti daraxtlar. Bu qanday qilib bunaqa qilib o'stirilyapti, uni ham raddini bir video qilaman. Videolari bor. Videosini tashlayman, qaysi ko'rinishda bunday qilinganligi. Bir ko'rsataman video qilib.
Mana ikkita ko'rinish o'stirilyapti. Teplitsa. Yangi teplitsa bu. Balandligi 5,5 metr. Atroflari 280.